Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 21-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda o'tgan safar boshlagan alif lam degan mavzumizni 4-qismini o'tamiz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, 4-qoidasini o'tamiz. Hozirgacha biz alif lam deb ataladigan mavzumiz 3ta qoidasini o'tgan edik. Bugun esa 4-qoidani o'tar ekanmiz. 4-qoida quyidagicha. Alif lam so'z o'rtasida kelib, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam o'qilmaydi. Yana bir takror aytaman. Alif lam so'z o'rtasida kelib, alif lam so'z o'rtasida degani, masalan qarang. Huva degan so'z turibdi-da, keyin mana bu yoqda mana alif lam kelyapti. Nega so'z o'rtasi hisoblanadi? Chunki undan oldin huva so'zi turibdi. Demak, qoidaga muvofiq alif lam so'z o'rtasida kelyapti. Alif lam so'z o'rtasida kelib, lamdan keyin tashdid bo'lsa, endi qarang, mana alif lam so'z o'rtasida kelyapti ekan. Mana lam harfidan keyin tashdid bor mana. Ya'ni undan keyingi harfda tashdid bo'lsa deb tushunsak ham bo'ladi. Alif lam so'z o'rtasida kelib, lamdan so'ng tashdid bo'lsa, mana tashdid harfi turibdi. Qoidada aytayaptiki, lam o'qilmaydi deyapti. Ya'niki endi lam harfini o'qimasdan tashlab ketar ekanmiz. Bu nima degani? Qarang. Bir boshdan boshlab o'qiymiz, qarang. H U V A huwa, to'g'rimi? Huwa deb o'qib oldikda. Endi bunga qarasak, bu yerda vasli hamza. Vasli hamza bitta o'qilmaydi deb yozib qo'yibmiz. Qarang, nega o'qilmaydi? Chunki biz 20-darsimizda, ya'ni kecha o'tdik. Vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi dedik, to'g'rimi? Istalgan joyda so'z o'rtasida vasli hamzani ko'rib qoldingizmi, tashlab ketasiz. Demak, bu o'qilmar ekan. Shunda huwa deymizda, bunday lega o'tmoqchi bo'lsak, bugungi qoidamiz bo'yicha alif lam so'z o'rtasiga kelib, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam o'qilmaydi deyapti. Ya'ni mana lam harfida lamdan so'ng tashdid bormi? Bo'ldi. Demak, lamni ham o'qimar ekanmiz. Qarang, vasli hamza ham o'qilmar ekan, lam ham o'qilmar ekan. Shunda men so'rayman, nega vasli hamza o'qilmadi desam, siz aytasiz, vasli hamza so'z o'rtasida kelgani uchun o'qilmadi. Xo'p, unda lamni nega o'qimadik desam, chunki lamdan keyin tashdid kelgani uchun lamni ham o'qimadik deysiz. O'zi qoida qiyin emas, qarang, osonga eslab qolamiz. Vasli hamza o'qilmaydi. Nega? Chunki so'z o'rtasida kelyapti. Lam nega o'qilmadi desam, chunki lamdan keyin tashdid kelyapti deysiz. Tushunarli? Mana osonroq yo'li shu. Shunda o'qiydigan bo'lsak, H U V A vasli hamza bu, chunki ustida quyidagi belgichasi bor. Tashlab ketamiz buni. O'z-o'zidan so'z o'rtasiga kelgancha o'qilmaydi. Lamdan keyin tashdid kelgancha bu ham o'qilmaydi. Shunda ikkalasi ham o'qilmagandan keyin bu H U V A huwa deysizda, kimday o'tib mana bu yoqdan. Bunday o'tib ikkalasi ham o'qilmagani uchun bunga kelasiz mana. Shunda biz zaku to'g'ri zaga o'tib ketasiz. Shunda huwas zahabu. Birinchisi sukunlik, chunki tashdid kelyapti. Tashdidli harfi birinchisi sukunlik bo'lar. Shunda huwas zahabu. Bu ikkalasini ham o'qimasdan tashlab ketasiz. Yana bir bor aytaman. Vasli hamza nega o'qilmadi? Vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Lam nega o'qilmadi desa, alif lam so'z o'rtasiga kelsa, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam ham o'qilmaydi. Shuning uchun o'qilmadi. Shunda qarang, boshdan o'qisak, huwas zahabu. Huwas zahabu. Mana shu holatda o'qiysiz. Bu ham shu mana. Qarang endi. H U V A huwa vasli hamza o'qimaymiz, chunki so'z o'rtasida kelyapti. Lamchi desa, lamni ham o'qimaymiz, chunki lamdan keyin tashdidli harf kelyapti, tashdid kelyapti. Shunda huva bunday o'tib tega o'taveramiz. Shunda huvat talabu. Huvat birinchisi sukunlik bo'ladi, chunki tashdidning birinchi harfi sukun bo'ladi, chunki ikkita t bor-ku bu yerda. Shunda qarang, huvat talabu. Tushunarli? Demak, yana boshdan o'qiymiz. Bu yoqda vasli hamza o'qilmar ekan, chunki 20-darsda o'tdik. Vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi. Lam nega o'qilmadi desam, alif lam so'z o'rtasida kelsa, lamdan keyin tashdidni ko'rib qolsak, lamni ham o'qimaymiz degan qoida. Ya'ni bugungi darsda o'tdik. Shunda alif lamni o'qimasdan buni o'qisak, huwas zahabu. Endi bunisi. Bitta ham alif o'qilmaydi. Nega? Chunki vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi. Lam nega o'qilmadi? Chunki alif lam so'z o'rtasida kelib, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam ham o'qilmar ekan. Shunda huvat talabu. Shu holatda o'qiysiz mana. Ikkalasi bir xil, ikkita so'z bilan tushuntirib berdim qoidamizni. Tushunarli? Yana bir bor takrorlab o'taman. Alif lam so'z o'rtasida kelib, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam o'qilmaydi. Shuning uchun buni lamda o'qimadik. Vasli hamza nega o'qilmadi desa, chunki vasli hamza o'zi so'z o'rtasiga kelsa, umuman o'qilmaydi. Biz buni 20-darsimizda o'tdik. Endi keling,
kitobdagi misollar bilan birgalikda mustahkamlab olamiz. Kitobimizda 61-betda joylashgan ekan, 61-bet, ya'ni 10 tarafda. Mana ikkinchi abzas. Mana shu so'zlarni hozir birgalikda o'qiymiz. Mana huvadan boshlangan o'zi. Huva deb boshlangan. Buni o'qimaymiz. Mana pastdagini o'qiymiz. Mana pastdagi 14 ta so'zni o'qiymiz. Mana raqamlab qo'ydim ataylab. 14 ta jami. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Quyidagi so'zlarning oldidan boshqa birorta so'z kelsa, uning alifi o'qilmaydi. Bunga e'tibor bermaymiz, shunchaki bu sarlavhasi. Demak, hozir mana bu yoqdan boshlab, huvadan boshlab birga o'qiymiz. Hozir men ekranni yaqinlashtirib olaman. Eslatib o'taman, 61-betda joylashgan. Sizning kitobingizda bet sal farq qilishi mumkin. Sal farq qilishi mumkin beti, lekin xudo xolasa so'zlari bir xil. Mana birinchi so'zdan boshlab o'qiymiz. Men ekranni yaqinlashtirib oldim, hamda tepasiga mana raqamlab qo'yganman birinchi so'zni. Bu ikkalasi bitta hisoblanadi. Qur'onda ham shunaqa, masalan, bu yoqdan 1 deb yozib qo'yilgan bo'lsa, masalan, birinchi oyat bo'ladigan bo'lsa, buni o'zini alohida o'qimaysiz. Ikkalasi birga qo'shib o'qilishi kerak. Qayergacha birga qo'shib o'qiladi desa, keyingi oyatgacha. Bizda virgul bo'lgani uchun virgulgacha o'qiymiz. Bu virgul bu. Yana eslatib o'taman. Demak, biz ikkalasini birga o'qishimiz kerak, qo'shib. Hozir men yozib tushuntirib berdim, yana bir takrorlab o'qib ketaveramiz. Qarang. H U V A huwa. Endi qarayapsizda, bu yerda vasli hamza. Vasli hamza o'qilmaydi. Chunki so'z o'rtasida kelyapti deb tushunasiz. Nega so'z o'rtasida? Chunki undan oldin huwa degan so'z bor-da. Demak, vasli hamza o'qilmar ekan bu. Nega? Chunki vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi. 20-darsda o'tdik. Endi alif lam birga kelsada, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam ham o'qilmaydi. Ana lam harfi ham. Nega? O'qilmadi, chunki undan keyin tashdid kelyapti. Alif lam so'z o'rtasida kelsa, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam o'qilmaydi. 21-darsda o'tdik bugun. Xulosa qilsak, alif ham o'qilmar ekan, chunki so'z o'rtasiga keldi, buni tashib ketamiz. Shaqay keling yozib qo'y. Bir marta yozib beraman, qolganlarini o'qib ketaveramiz. Bu o'qilmaydi. O'qilmaydi. Lam ham o'qilmaydi. Lam ham, alif ham o'qilmaydi. Sabablarini aytib o'tdim-a? Chunki vasli hamza so'z o'rtasiga kelgani uchun o'qilmadi, lam o'zidan keyin tashdid bo'lgani uchun o'qilmadi. Shunda buni o'qiydigan bo'lsak, endi mana v harfidan boshlab shunday yuramizda qayerga o'tib ketamiz? Tga o'tib ketamiz. Bu ham o'qilmaydi. Shunda huvat deb tga o'tib ketamiz. H U V A T huvat ta deb davomini o'qib ketamiz. Chali? Chunki tdan ikkita-ku, birinchisi sukunlik bo'ladi. Huvat ta deb hozir umumiy so'zni o'qiymiz. Shunda o'qiydigan bo'lsak, huvattaba'u. Tushunarli? Hammasi shunaqa so'zlar. Bir marta umumiy holatda aytdim, endi o'qib ketaveramiz. Mana ikkinchi so'zimiz. Bunda ham shu. Vasli hamza o'qilmaydi, chunki birga o'qiyapmiz ikkita so'zni. So'z o'rtasida bo'lyapti. Lam ham o'qilmaydi, chunki undan keyin tashdidli harf bor. Shunda huvathamaru. Bu chuchuksa, e'tibor berasiz. Shunda huvathamaru. Ko'rdingizmi? Osongina. Vasli hamza nega o'qilmadi desam, chunki so'z o'rtasiga kelyapti deysiz. Lam nega o'qilmadi desam, alif lam so'z o'rtasiga kelsa, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam ham o'qilmaydi deb javob berasiz. Shunda huvathamaru. Endi uchinchi so'zimiz mana. Bu ham shu mana. Vasli hamza o'qilmaydi, chunki so'z o'rtasiga kelyapti. Lam nega o'qilmadi? Lamdan keyin tashdid kelyapti, shuncha o'qilmadi. Shunda huvaddakhalu. Mana buni to'g'ri o'tib, qayerga o'tamiz? Dga o'tib ketamiz mana. Shuni boshdan o'qisak, huvaddakhalu. Huvaddakhalu. Bunda xirlash bor ozgina. Huvaddakhalu. Chunki x harfida bilasiz, qattiq x bo'lgani uchun ozgina xirlash bo'ladi. To'rtinchi so'zimiz. Men raqamlab qo'ydim, chunki ikkasini birga o'qiymiz-da. Aytdim-ku, virgulgacha bo'lgan joyini birga o'qiladi deb. Shunda huva vasli hamza o'qilmaydi, so'z o'rtasiga kelyapti. Lam nega o'qilmadi? Chunki undan keyin tashdid kelyapti. Shunda buni o'tib, bunga o'tib olamiz. Kichik v harfiga o'tib olamiz. Shunda huvazahabu. Shu holatda o'qirasiz mana. Menimcha qiyin emas. Men so'raganimda faqat aytib bering. Masalan, vasli hamza nega o'qimadik desam, chunki so'z o'rtasida kelyapti deysiz. Lam nega o'qilmadik desak, chunki undan keyin tashdid kelyapti. Shunda huvazahabu. Endi qarang. Bu yerda huva deb turibdi-da, bundan keyingi so'zimiz sig'may qo'ygan, pastga tushib ketgan. Mana hozir men ekranni uzoqlashtiraman, ko'rasiz, qarang. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda huva degan so'zda davomi sig'may qo'yganda mana pastga tushib qolgan, ko'ryapsizmi? Lekin hech qanaqa bir qiyin joyi yo'q. Qur'onda ham shunaqa bo'ladi.
yarmi bu yoqda, yarim bu yoqda bo'ladi. Shunda buni o'qiydigan bo'lsak, huva, keyin mana bu yoqqa o'qib ketaverasiz. Bu o'qilmaydi. Vasli hamza nega? Chunki so'z o'rtasiga kelyapti. Qarang, bu so'z boshi emas bu. So'z boshi deganda, masalan, bu oyat tugab, mayta raqam bo'lsa qanaqadir. Masalan, 1, 2 degan raqam bo'lsa, so'z boshi hisoblanadi. Tushunarli? Lekin undan oldin so'z bo'lsa, bu so'z boshi hisoblanmaydi endi. So'z boshi deganda gap boshi, gap o'rtasi deb tushunsangiz ham bo'ladi. Ya'ni buni keling gap o'rtasi deylik. Shu qoida shu baribir. Gap o'rtasiga kelsa, vasli hamza o'qilmaydi, lam ham o'qilmaydi. Tushunarli mana? Chunki bu maytda masalan birinchi oyat deb yozilganda, chunki undan oldin huva degan so'z bormi? Bu so'zimiz endi gapni o'rtasi bo'lib qoladi. Ya'ni so'z o'rtasi deb aytsak ham bo'laveradi. So'z o'rtasi, gap o'rtasi bo'lib qoladi-da, o'qilmaydi. Vasli hamzamiz nega o'qilmaydi? Chunki so'z o'rtasiga kelyapti. Lam nega o'qilmadi? Chunki undan keyin tashdid bo'lgani uchun. Tushundingizmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir buni huva deb buni alohida o'qimaymiz. Qo'shib o'qib ketamiz. Xuddi bular singari. Qur'onda ham shunaqa keladi. Shunda huva, huvar, mana h u v a o'qimay sachib ketamiz. Shunda huvar, huvar, ro, sodu. Chali, mana o'qib qo'shib ketamiz. Xuddi bular singari. Bunday qo'shib ketdik-ku. Buni ham shunaqa qo'shamiz. Shunda huvar, ro, sodu. Chali, endi yaqinlashtirib, yana davomida o'qib ketaveramiz hozir. Endi 6-so'zimiz qarang. Bu ham shu mana. H u v a bu o'qilmaydi chunki so'z o'rtasiga, gap o'rtasi siz ham bo'ladi. Masalan, so'z o'rtasi, gap o'rtasi deb tushunsangiz ham hech qanaqa bir qiyin joyi yo'q. Keyin gap o'rtasi deb aytamiz endi. Huva bu vasli hamza o'qilmadi chunki gap o'rtasiga kelyapti yoki so'z o'rtasiga kelyapti. Lam nega o'qilmadi? Chunki undan keyin tashdid kelyapti. Shunda yana shu holat v dan o'tib ketamiz keyingisiga. Mana v dan qayerga o'tib ketamiz? Z ga o'tib ketamiz. Shunda huvazzabadu. Tushunarli? 7-so'zimiz. Bunda ham shu mana hu vas safaru. V dan to'g'ri s ga o'tib ketamiz. Chunki vasli hamza o'qilmaydi, so'z o'rtasida kelyapti. Lam nega o'qilmadi? Chunki undan keyin tashdid kelyapti. Shunda hu vas safaru. V dan. Shunda huvashajaru. Huvashajaru. Tushunyapsiz-a? Vasli hamza o'qilmayapti. Nega? Chunki vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Lam nega o'qilmadi? Chunki undan keyin tashdid kelyapti. Endi 9-so'zimiz. 9-so'zimiz ham shu mana. Bundan v dan o'tib olib, bunga o'tib ketamiz mana. Shunda huvas-safaru. Shu holatda o'qib ketaverasiz. Endi 10-so'zimiz. 10-so'zimiz ham shu mana. V dan qayerga o'tamiz? Bunga o'tib olamiz. Nega? Chunki vasli hamza o'qilmaydi, so'z o'rtasiga keladi, lam ham o'qilmaydi, undan keyin chunki tashdid kelyapti. Shunda buni o'qiydigan bo'lsak, huwa dararu. Endi 11-so'zimiz. 11-so'zimiz ham shu mana. H u v a yana vasli hamza o'qilmaydi, chunki so'z o'rtasiga kelyapti. Qarang o'zi, ustida quyidagi belgisidan bilib olsangiz bo'ladi o'qilmasligini. Lam nega o'qilmayapsiz? Yana bitta qoida sizga qarang. Ostida ham, ustida ham hech qanaqa belgi yo'q. Bizda qoida bor edi. Arab tilida hech bir harf harakatlarsiz kelmaydi. Ya'niki ustida yoki ostida nimadir bo'lishi kerak. Agar ostida yoki ustida nimadir yo'qmi, demak qaysidir qoidaga ishora qiladi degan qoidamiz bor edi. Shuning uchun lam o'qilmaydi, chunki undan keyin tashdid bor. Shunda yana bunday o'tib olib, bunga o'tib ketamiz. Shunda huvat talabu. 12-so'zimiz yana. Yana bundan bunga o'tib olamiz mana. Shunda yana o'qiydigan bo'lsak, huwa zafaru. Endi 13-so'zimiz. 13-so'zimiz ham shu mana. Yana shu vasli hamza o'qilmaydi, lam ham o'qilmaydi, chunki undan keyin tashdid bor. Shunda bundan bunday o'tib, bularga o'tib olamiz, bunisiga o'tib olamiz. Shunda huval lahabu deb o'qiymiz. Huval lahabu. Hamda yana ko'rib turibsiz, yana huva bu yoqda, buni sherigi yana pastga tushib ketgan. Hozir bitta huvani o'qib, yana boyaganda o'lib ketamiz. Hozir men ekrandan uzoqlashtiraman. Men ekranni uzoqlashtirib oldim, yana shu mana huva, yana bunday o'tib ketamiz. Bu yoqqa huva deymizda, bunday to'g'ri kelib nega kelib o'qib ketamiz. Chunki vasli hamza o'qilmaydi, nega? Chunki so'z o'rtasida, lam o'qilmaydi, chunki undan keyin tashdid bor. Shunda huvanna sabu. Shu holatda o'qiyverasiz. Ko'rib turibsiz, qiyin emas. Faqatgina shu qoidani bilsangiz bo'ldi. Umumiy qoidalarimiz. Vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. 20-dars. 21-dars. Alif lam so'z o'rtasiga kelsa
lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam ham o'qilmaydi. Ko'ryapsizmi? Qoidani yodlab olsangiz, xudo xolasa o'qish qiyin bo'lmaydi. Sizga uyga vazifa shu o'tgan 4 ta qoidamizni, alif lamga tegishli bo'lgan 4 ta qoidamizni yodlab olasiz yaxshilab. Keyin biz keyingi darsda Qur'ondan har biriga men misollarni ko'rsataman. Bu qaysi qoida? Masalan, bu birinchi qoida, bu ikkinchi qoida, bu uchinchi, bu to'rtinchi qoida deb birgalikda sharhlaymiz. Chunki hozir Qur'onga tushmay turaylik. Hozir faqatgina 4 ta qoidani yaxshilab o'rganib oling. Keyingi darsimda xudo xolasa men Qur'ondan ko'rsataman. Keyin yana bitta yangi mavzu o'tamiz. Keyin bugun sizga uyga vazifa shu bo'ladi. Birinchi navbatda har doimgidek o'tgan yozuvlarimizni ko'chirib olasiz. Keyin uyga vazifaga quyidagi so'zlarni yozib o'qib kelasiz. Keyin bo'ldi, uyga vazifa shular hozircha. Keyingi darsimizda keyin men Qur'oni Karimdan 4 talasiga misollar ko'rsataman, xudo xolasa. Siz shu 4 ta qoidani yaxshilab yodlab olishingiz kerak bo'ladi. O'zi qarang, 4 ta qoidamiz nima? 4 ta qoidamiz qani qo'ydik? Masalan, alif lam deydigan bo'lsak, mana keling buni turibcha ko'p qo'y. Masalan, alif lam degan qoida boshladik-da 4 ta o'tdik. Birinchisi so'z boshida keldi, to'g'ri? So'z boshida kelgandan 2 ta qoida ko'rdik, hamda so'z oxirida keladiganga oid 2 ta qoida ko'rdik. To'g'ri? So'z boshida kelgandagi birinchi qoidamiz nima edi? Birinchi qoidamiz alif lamga tegishli birinchi qoidamiz alif lam so'z boshida kelsa, vasli hamza a o'qiladi. Ikkinchi qoidamiz qanaqa edi? Ikkinchi qoidamiz alif lam so'z boshida kelsa-da, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam o'qilmaydi. U endi so'z o'rtasida keladigan holatlar bor, bundaqa. Alif lam so'z o'rtasida kelsa-da, vasli hamza o'qilmaydi dedik, to'g'ri? Masalan, vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa, ixtiyoriy holatda o'qilmaydi dedik. Bugun o'tgan 4-qoidamiz esa yana shu alif lam so'z o'rtasiga kelsa-da, lamdan keyin tashdid bo'lsa, lam o'qilmaydi dedik. Xullas, sizga vazifa shu alif lamga tegishli bo'lgan 4 ta qoidamizni yaxshilab yodlab olishingiz tavsiya etiladi. Dastlabki ikkitasi so'z boshida keladigan holat, dastlabki ikkitasi esa so'z oxirida keladigan holatlar edi. Keyingi darsimiz yana 2 kundan so'ng soat 5:00 da bo'ladi. Qoidalarni yaxshilab yodlab olishingizni tavsiya qilamiz. Agar siz YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, bizni Telegram ijtimoiy tarmog'imizga ulanib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Chunki har 2 kunda bir testlar bo'lyapti. Har kuni soat 21:00 dan 21:30 gacha savol-javoblar bo'lyapti. Savollaringiz bo'lsa, shu savol-javob oralig'ida berib, savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi.